Dersimizni davomlashtirib bu yerdan ama Dianshangwu yani elektrolog soda bu asosan Alipay savatiga balash to'g'risida kelgan Sayfuton Alipay qatorliqlarga ishlatish to'g'risida gap ekan. Biz buni cho'ng tahlil qilib hozirga qadar bir bekat echib cho'ng ishlatmadik o'g'ay. Shu ma'ni biz davomli echib darslikni do'stlar ta'minlasak, keyingi birisi Yovchangli anje. Bu bekatning asti qismidagi do'stlarni o'rnash qo'shish o'rni. Masalan, bunlarga kiraylik. Kirib qaraydigan bo'lsak, mana bu yerda hozir ikki bir nechta do'stlar aylanishib qarasak, mana birisi rasmlik yangi xatlari chiqib turdi, tushuntirishlari. Mana birisi yoziqcha e'lonlar. Buni qanday tanishamiz desa, mana bu. Endi oldin biz yangi bir do'stlarning qatnashini so'zlab o'tdik. Masalan, tinja qilib qatimiz tartibiga 5 ta belgilab, ma'lumotga bekatning uyg'urcha atilishi, ma'lumotga ulanmoqchi bo'lgan adresini yozamiz. Endi agar ma'lumotga xat yozgan bo'lsak, bu xat benim ko'rdik mana bu yangi shakl chiqdi. Agar bu xatni o'chirib bersak, xat chiqmaydi. Masalan, mana bir saqlab o'tay. Qarang mana. Hozir xat yo'qab ikkisi to'g'ri shaklda tizildi-ku. Mana mushu. Endi mana ikkisining rasmi chiqdi, ma'lum rasmi chiqmadi. Buning uchun ya'ni mana ikkisining bu yerga logo adresini kirgizib qo'ydik. Mana. Endi logo adresini kirgizmaganlarimiz qanday bo'ldi? Yozishlab ketdi. Demak, siz rasmni qo'llanma qilayotsangiz, cho'qim bu yerga logo adresini yozib qo'ysiz. Agar rasmni qilmay xat yo'llanib qilayotsangiz, bu yerdagi logo adresini yozmasangiz, bu yoziqcha o'rnash bo'ldi. Ama keyingi birisi Zhenjiang Tuyijan. Bu Zhenjiang Tuyijan degan nima desa, bekat vaqtavisi. Betni ochqanda mana bu tarafda bir uqtirish shakli chiqarib, bu nariya tashviqot usuli, Masalan, Tianjin qildik, shu o'rinlagan adres deydi. Masalan, bu nega o'rinda, masalan, buloqcha to'g'ri Yanglanda bir parcha anglish bermoqchi bo'lsam, bu yerga chiqadi bu. Bu nega o'rinda buloqcha to'g'ri o'rinda, bu yerga temisini yozasiz, bu yerga mazmunini yozasiz, bu yerga rasm bo'lsa, rasm adresini siz buni hamma chiqsin deysiz. Masalan, bo'ldi, yo'lda vatdi. Yani bir ko'ray, Zhenjiang Tuyijan kiydik. Hemen işte aldı ekan, masalan, betni yanglab baqaya qaranglar. Hemen qaranglar, bekat boshqa tavsiyasi degan ma'lumotni paydo bo'ldi degan gap. Endi bu Guanlianzi. Bu nima desa, halqiliq so'z. Halqiliq so'z degan nima desa, masalan, bekitingizda xohlagan bir so'z paydo bo'lganda, siz bu bekigan so'zni bir o'ylaysiz. Masalan, shu qilib tencha qilasiz. Masalan, buloqchan desangiz, men buloqchan degan xat bir narsa ulansin deb buni qo'zg'atib o'tgan ekan, qanday bo'lsa, bekitingizning mayli temisli bo'lsin yoki mazmunli bo'lsin, buloqchan degan xat ko'rinsizlar, asangiz siziq chiqarilib, ulanish belgisi paydo bo'ladi. Avtomatik holda boshqa siz ko'rsatgan adres ulab beradigan gap. Mana bu yin-yung turining asli qo'nishi ma bir turni biz ishlatmaymiz, Darsimiz ishlagichi bo'lsin. Xayr xo'sh.